Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz Toshkent viloyati Zangiota tumani Ahmad Yassaviy deyilar ekan. O'sha joyi Bo'ston mahallasidamiz. Mana bu joyni ko'ryapsizlar. Eshik o'zi turibdi, lekin uy buzilgan, uylar buzilgan. Hurmatli do'stlar, demak uylar buzilyapti. Men bir narsaga hayron qolyapman. Bu juda ham ko'p holatlar bo'lyapti. Bular kimdir 2004-yil, kimdir 2015-yil ham kelgan har xil qarorlar deyishyapti. Shu oldin kolxozlar qarori bo'ladi, shu qarorlar orqali bu yerni olishgan. Endi mana joylarni qarang. Eng qiziq tomoni nega shuncha yil o'tyapti? O'sha 2018 dan boshlaganimizda ham o'tyapti, lekin hech kim kelmayapti. Hech kim kelib bu noqonuniy yoki o'sha mahalla bor yoki hokimiyat vakillari bor kelmayapti-da. Oradan bir necha yil o'tgandan keyin, masalan, ko'p 18-yildan keyin ekan, o'tga qurilish boshlanganiga 7 yil qayoqda yurishgan. Va mana shunaqa qilib uylarni pala-parti chiqib buzib tashlashyapti. Tez kunda bu bo'yicha batafsil ma'lumot bo'ladi, aholini intervyular qilinadi. Bilmadim, mana ko'cha nomlari ham turibdi. Shu prezidentning gapi yana esimga tushyapti-da, buz degan gaplari bor edi. Kalleni buz degan joylari bor. Afsuski bunaqa holatlar ko'p joylarda bo'lyapti. Indashmayapti-da. Yoki boshida agarda haqiqatan noqonuniy bo'lsa, o'sha paytda ular harakat qilish kerak edi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Hamma yo'g'i qurib bo'lgandan keyin kelib nega bunaqa bo'lishyapti? Bilmadim endi. Buni tepasida yana nima turibdi, nima bo'layapti? Buni biz bilmaymiz. Shu yana eng yomon tomoni kambag'al, o'zi zo'rg'a uy qurilish joy qilgan, yer olgan kambag'allar yana uylarni ham buzishyapti. Va undan tashqari aytishyapti, bu yerda zo'ravonliklar bo'ldi. Ichki ishlar xodimlari tomonidan ko'pchilikni urib, jarohatlar yetkazilgan degan joylari ham bor. Tez kunlarda o'sha antikorrupsiya kanalida, Jahongir To'laganov kanalida, Otabek Hamidov kanalida, Sirojiddin Media mana o'zimning kanalimda to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin.